Va nihoyat o'sha orolga men yetib keldim. Adashmasam mana shu yer bo'lishi kerak. Mayli, ana endi yangi rivojlanish kerak. Barcha assalom obunachilar, tushunibsizlar, yaxshimisizlar? Sizlar bilan yana men Niko Jigarlar yangi video roligimizga xush kelibsizlar. Qo'llar, qarochi, nimaga bunaqa kiyimlar kiyib olding, maska bir balolar desanglar, men hozir o'tmishga, ya'ni dinozavrlar davriga qaytib qo'yganman. Nima desa bo'ladi? Bir fizikni uyiga bordimda, ustozimni, fizika ustozini. Borsam qandaydir portal turgan ekan. Nimadir bo'ldi, chaqmoq chaqdimi, elektr urdimi, xullas o'tmishga qaytib qoldim. Qandaydir qilib. Endi bu yerda o'zimni joyimdan ketib, ozgina narsalar yig'ib, yangi hayot boshlash uchun men bu joylarga keldim. Bilmadim bu yerda hayot bormi, yo'qmi? Videoga like bosib qo'ysanglar bo'ldi. Davay. Hozir menda nimalar bor? Xo'p, menda 2 dona nonim bor. Bu nima yetmaydi. Bitta olma, pistolet va ikkita bolg'a bor. Bitta va 60 ta o'q. Yetadimi, yo'qmi? Bilmadim. Undan oldin mana bu daraxtni ham chop bo'lsam, anaqalarning ovozi shunaqa kelyapti. Flowers of Savannah. Savannani gullari. Hozir biz shunda Afrikadamiz. To'g'rimi? Afrikada qanday dinozavrlar bo'lishi mumkin? Undan oldin shundoq qilamiz va men bu verstak hamma narsamizni yog'och qilib olamiz, chunki bizga yog'och juda ham kerak. Bunday qilamiz. Kirka, hop, meni buzib olamiz. Let's go, ketdik. Bu yerda yangi do'stlar bormikan? Yo'q. Voy, nima uchun yuribdi? Palaka sizlarga ham ko'rinyapti. Voy, tushga sal qoldi. Hop, endi menga fakil kerak va yangi joy topishim kerak, bir uy qurgani, rivojlangani. Bu yerda daraxt kam ekan, demak, voy, nima? Demak, bu yerdan qurish neto. Okay. O'zi qorong'uram tushyapti. Tezroq birorta joy topib olishim kerak. Mayli, voy. Mana bu qanday hayvonlar? Voy. Salom. Urmasa bo'ldi ish qilib. Voy. Yaqinlashma. Voy. Bu yerda qiladigan ishimiz qolmadi. O'zi orqadan ham bittasi kelyapti. Demak, bu yerda hamma hayvon pashti xavfli desam bo'ladi. Yotoq, ya'ni kravat yasashim kerak, qo'y topishim kerak, ish ko'p hali. Pistoletni ham o'qini asrashim kerak. Chomchiga yetmaydi. Mana bu yerda daryo bor ekan, tez o'tamiz. Hop, yangi biyomga keldim. Adashmasam bu Afrika emas, menimcha Amerika tomonlar. Qanaydir bir sivilizatsiyami bilmadim. Hop, mana endi mana shu yerlarda to'xtasak bo'ladi. Qisib bir joy izlashimiz kerak. Pistolet topib olamiz. Qochish kerak yoki ursammikin? Davay, portatamiz. Voy, jin ursinman. Nimaga dinozavrlar chiqmayapti? Shunga hayron bo'laman. Dinozavrlar deyarlimi yo'q. Bola videolarni kesishim mumkin, chunki eng qiziq joylarni qo'yib ketaman-da. Men serial olmoqchiman, nima deysizlar? Agar kelajakka qaytsam, nice, juda ham kerak edi. Yo'qqa sanam. Qornim shuning uchun tez yugura olmayapman. Ayo, yana bitta bor ekan. Bizga qo'y kerak edi uxlash uchun. Kravat yasash uchun qo'y topishimiz kerak. Yitta, let's go bo'ladi ekan. Mayli, ko'rinishi Nodiraka o'xshar ekan. Voy, buni qaranglar. Nima bu? O creeper ham keldi. Portlasenchi. Mayli. Hop, boshqa zombi ko'rmayapman-a. Ha. Yaxshi, ketdik. Hop, sigir bor ekan, lekin mana bu nima? Otib ko'rayman. Kelyapti. O'ldir. Hop, endi kirka yasab olamiz, keyin cho'tki qilib kuchayib dragon. Dragon emas. Meni maqsadim T-Rexni o'ldirib, qandaydir qilib fizik modullar yasab, plus kelajakka qaytish. Da o'zim joyimga qaytib, tinchgina o'tirganim yaxshi uyimda. Bo'ldi. Sizlardan maslahat olishim kerak. Agar men kelajakka qaytsam, qishloq hayoti videolarmi yoki serial stream qilishim mumkin. Agar obunachilar 5000 ta obunachi bo'lsa, men javob beraman sizlarga, stream qilaman 100 talik. Komment yozsanglar men javob beraman. Bu ko'mir emas ekan, bu palakat. Ko'mir deb o'ylaman. Mana ko'mir. Ama temir adashmasam tepada turgan. Buni ham olamiz. Ko'rshapalani ovozi ekan, cho'chib ketdim. Juda ham cho'chib qilib yo'shaymiz. Nice. Endi qordan uy qurardim, lekin juda ham zerikarli bo'ladi-da. Davay tepadan uy quramiz.
navarot uy qurishdan ham oldin qandaydir bir dinozavrlarni uchratishimiz kerak, lekin yo'limizdan chiqmayapti ekan. Voy, suv ekan bu tomon. Ana pingvinni ko'rdinglarmi? Nima deydi? Batvoy deydi-yu. O'shandan-da. Adashmasam qishloq. Let's go. Ketdi. Bu yerdan o't olaman? Ha, da, o't olaman. Let's go. Nice. Da, qishloq. Yeah. Yeah. Qishloq topdim. Zo'r. Endi biz olamiz. Как раз menga ovqat kerak edi. Shunda olamiz somonlarni olamiz. Nima bu? Voy. Voy. Yo'qol ey, falokat. Mana bu nima? Mal temaymiz. Hozircha shart emas. Men bor yo'g'i somonsam bo'ldi. Shuni o'zi aytadi, chunki ovqat menga hammasidan ko'ra ko'proq kerak. Da, bu yerda qishloqda kravat bo'ladi. Nice. Mana ferma joyi ham bor ekan, lekin bizga ferma hozir kerak emas. Bir transport bo'lganda yurish uchun sandiqmi? Empty map. Yo'q, empty maplar kerak emas. Hozircha bizga kerak emas. Kravat kerak bizga. Hozircha versakasimiz yetadi. Qo'y. Nice. Mayli, o'qni ishlatmaylik. Oddiy o'ldiramiz. Biz boramiz. Da, mana bu yerda yana son bor ekan. Okay, test. Biz olamiz. Tap. Let's go. Hop, mana biz olamiz. Let's go tezroq bo'lsa. Sekin buzyapti bolalar. Tap. Let's go. Gadi. Oh, nima? Bu nachli. Buni qiziqdim bor. Davay, let's go. Voy. Nima bu? Skelet, ha? Voy. Bu o'lgan dinozavr skeleti. Alo. Voy. Uy. Karl. O'lgan dinozavr. Yo'q, menimcha bu dinozavr emas. Qush qandaydir. Uchadiganga o'xshayapti. Voy, falokat. Uy, kattaligini. Mana shunaqa monsterlar bor-da. Просто meni yo'limdan chiqmayapti. Endi chiqadi. Hozir mana bu yerda bitta kravat olsak, qishloqdan bundoq suramiz. Uyni qurib, cho'tka bo'lib, mana kravat ham tayyor. Endi ketdik. Hop, qayoqqa o'tiramiz? Bizning maqsad dinozavrlar topish va yo'q qilish. Let's go. Shuning uchun bu yerda menimcha tupikka o'xshayapti. Bu yog'iga piyoda ketamiz-ku. Da. Ha, shunaqa. Hop. Okay, tushamiz. Voy. Yangi buyumga kelyapmanmi deyman-da cho'ta. Mayli. Tezroq. Da, yangi buyum. Voy, mana bu nima? Harakat. Yaqinlashtirib bo'lmayapti. Buni shunday nimagadir kechirasizlar, lekin yaqinlashtirib bo'lmayapti. Minecraftda. Kengurumi? Da. Qo'llar mahali ham Afrikadaman. Kengurularni ursak deyadimi bizga? Deyadimi? To'yarkan. Yo'qol ey. Mayli. Kengurular bilan ishimiz yo'q. Balki hech nima tushmaydi. Shuning uchun nondan shundoq yeymiz. Va mana bu yerda qaniydir piramidami bilmayman. Piramida. Wow, piramidaga kelib qoldim. Karl. Vo, mana buni mana piramida desa bo'ladi. Qo'llar kiramizmi? Let's go. Go piramidaga. Bu yerda voy. Da. Piramida. Lekin bu yerga kirish joyini topib olishim kerak avval. Bu yerda ishi yo'q. Ey, bu degani dinozavrlar davrida piramidalar bo'lgan. Karl. Mayli-ku, lekin qanday kiramiz ichiga? Kiradigan joy ham yo'q-da. Topish kerak joyi. Joy cho'ta yo'q. Hozircha yo'q. Voy. Nima bo'ldi? Voy. Bunaqa qo'rqitmanglar-ey. Bunaqa ovoz tovushinglar bilan. Ey. Bo'lmaydi. Voy. Ha, bo'lmaydi unaqa-ey. Voy, kengurular ekan. Shoshib ketdim. Mahalla kiradigan joy yo'q ekan. Shuning uchun o'zimiz
turamiz. Voy, ana unaqa bo'lib qolman. Mayli. Voy, buzib ham bo'lmaydi, men shunda. Halakat. Voy, chinursan. Romasiga buni ichida. Yo'q, qiziqayman bolalar. Sizlarchi? Men lekin juda ham qiziqayman. Mayli. Tugaguncha mana bu qishloqni ko'zdan kechirib turaylik-a. Voy. Buni buzish kerak-da, bori. Yo. Buni buza olmaymiz hali. Hali ancha bor ekan. Voy, o'qim tugadi. Voy. Tushib qoldim. O'qim tugab qoldi. O'qim tugadimi? Voy, o'qim tugatdi. Halakat. Da, pistoletdan ham ayrildik. Okay. Let's go endi. Mana bu yerda yana bitta skelet. Miss shot. Ana. Yana bittam. Yana bitta bor ekan. Bu ham shordi. Da, lekin ular bizga kerak emas. Shuning uchun shuni qilamiz. Barrel booty. Nima degani endi bu? Tushunmadim. Mayli. Nima bo'lsa ham piramidaga kirishimiz shart. Piramidaga. Bu nachilar? Bitta gap aytaymi? Men T-Rex topdim. Men bu dinozavrga qaranglar ko'taligini. T-Rex. Da o'qam topdim. Piramidaga kirdim, lekin uni ichida. Voy, o'qlatish ey. Amma. Kelyapti. Voy. Salom. Voy. Yo'q. Qoch. Voy, o'qim tugadi. Voy, palakat, o'qim yo'q. Nice. Gaga baba. O'qim tugadi. Men bilaman. Voy, kelyapti. Qoch. Voy, kelyapti. Voy. Yo, qayoqqa? Bola hozir men endi kalashni o'qini topdim. Haqiqatan o'qini topdim. Va T-Rexni ham topdim. O'q uzishimdan oldin videoga like bosib, kanalga obuna bo'lib qo'yish esingizdan chiqmasin. Voy T-Rex. Yo'q kel. Palakat. Endi yuguramiz. O'ldi. Yes. O'ldirdim. Bundan nima tushar ekan? Desam, bo'qam tushmadi. Janursan. Mayli. Kalash topdim. Ana endi davom ettiramiz. T-Rexni o'ldirdik. Bitta dinozavr maqsadimiz tugadi va keyingi dinozavrlarni o'ldirishni boshlashimiz kerak. Ikimizga bunaqa yurish yarashmayapti. Bizga bibib deb minib yurgani bitta mashina qandaydir bir velik bo'lsa ham zo'r bo'lardi, velosiped. Lekin boqqimiz ham yo'q. Shuning uchun piyoda sib yurimiz. Bircha hech qanday monster yo'q. Nima bo'lyapti bu yerda? Bir-birlarini o'ldirishyapti. Bu yerdan qanday o'taman palakat? Mana bu yerda jitel ham bor ekan. Jitel, yaxshimisan? Allo. Niko, yaxshimisan? Yaxshi. Mer qalay? Salom aytib qo'y. Bu yo'qlar nima qilib yuribsan? Shunchaki o'zim aylanib. Bu dinozavrlar paytida ham 13-qishloq mavjudmidi? Конечно, sen nima deyapsan? Mayli bo'lmasa merga salom aytib qo'y. Men kelajakdan kelganman. 13-qishloqda yashayman. Jinni, mer menman-ku. Mer sanmisan? Uzr mer. Sorry. Mayli, bo'pti. Mana bularni har qolay, keyin siz bilan
suhbatlashaman. Voy, yo'q aka. Urushasanmi? Bir gapir. Va, nimadir bu urush qilmas ekan. Mayli. Yo'q aka. Sen urushasanmi men bilan? Voy. Ey. Mayli. Chalg'imaymiz. Dinozavrlar topgan bo'lardim, lekin Truval menimcha shu yerda o'z nihoyasiga yetadi. Chunki vaqtim ham bo'lib qopti. Keyin ikkinchi qismni chiqarishni olasizlar. Kommentariyada yozib qoldiringlar. Men hamma kommentni o'qiyman. Tushib ketdim, sizlarga gapiraman deb. Ikkinchi qismni chiqarsanglar, bu video shunchaki qiziqishga qildim. Qishloq hayoti yo'nalishida davom eting siz, men kelajakka borib, qishloq hayoti yoki serial oling desanglar, go! Mana o'sha qishloqqa qaytib kelib qolman. Ani men o'ldirib bo'laman. Hazırlashma. Korоче, bugungi videomiz shu yerda iborat edi. Video yoqqan bo'lsa, like bosib, obuna bo'lib qo'yish esinglardan chiqmasa, men fakelni qo'yaylik-da. Korоче, hammaga xayr.